İnşallah müşkili bilan saragimiz bor, müşkili ba'zi gaplar bor, müşkili havo shomidamiz bor. To'joy bir handek bir rahv bo'pti, avval xudo bir. Makam ushlaga, ho. Buni bu kim bilsa-da? Arbob bilsa. Ana. Ta qadi o'zimiz ekan. Men bor. Makam ushlaga, ho. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilar, inshaalloh sog' bo'lsalaringiz, hamon bo'lsalaringiz, xush keldilaringiz bizning bir yangi video tag'imizga O'zbek TV'ni kanal YouTube'dan. Mana bugun biz bir sangovgamiz. Bu sangov Marbute Beshkand qishlog'i, Og'jar qishlog'i bularki bu o'rtaga ikki qishloqni bir-biridan ayiradilar. Biz boramiz Og'jar qishlog'iga tomon. Borik ko're qana bu mardum qorlarga qaydaqan zindalik qiladilar. Mana shu mushkulotlar ko'rasizlar. Mana 45 qishloq mana shu yo'lki markaziy Volusvoli Rustoq boradi. Agar mo'tar bo'lsa, mana mo'targa o'tadi, mo'tar bo'lmasa o'sha piyoda hol ro'zlari mana shuning. Biz bilan bo'lingizlar. Boramiz qishloqning ichiga, mardum bilan gaplashamiz, vaqtlaringizga tasvir olamiz, ko'rsalaringiz. O'zbek mardumda zindaligi mana sangovdi bu betiga qayda qildi. Aziz do'stlar, mana sangloqdan o'tdik baxayr. Ko'p va mushkul. Mana shu yo'lki mardum o'tadi-yu shahar boradi, suv ichidan. Berga bir do'royi bor. Agar o yo'lga borsak, Etag Og'jar boramiz, bu yo'l Tebog'jar. Hala bu barnomaga biz Tebog'jar boramiz. Ertan baxayr kelamiz Etag Og'jar. Bu tepaga tapan ustiga mardum jiyilib keladilar. Qor jiyada bir guzorishimiz bor edi. Biz ham bir guzorish tag'in olamizki qorni jiyadi yaxtonga. Bugun asr bo'libdi. Agar biz borsak, tez xalos qiladilar, ketadilar ashar. Asrga do'rishlar, asrdan keyin inson ketadilar. U bachalarni ko'rasan uzoq tasvirga ko'rinadi, ko'p maydigina. O'rga qor jiyaptilar. Hali endi boramiz Tebog'jar, o'rga tasvir olamiz, mardum bilan gapiramiz. Etag Og'jar baxayr, ertan kelamiz. Biz piyoda Og'jar qishlog'iga boramiz. To sizlarga barnoma olsak, sizlar ham bizni himoyat qilingizlar, channelni subscribe qilingizlar, like alomani ham bosib qo'yingizlar. Sho'xlik qilib, mazoq, fakoyi aytib qishloqqa boramiz. Og'a Sevim bor bizi bilan. Xo'ja o'g'irlagan ekan deganim. Shaqti choyo bo'lib sol choyobdan o'g'irlagan ekan. Xo'jag'orga bor sotyapti ekan, bitta sotib ola, xalos qilib, paysa-maysani beradi. Asan edamni qir-qirga minin deya. Agar choyobga ishing bo'lmasa bormaydi. Eshak o'g'irlagan ekan. Ya, eshak choyobdan o'g'irlagan ekan. Kumacha faqat.
Aziz do'stlar, Jetdik qishloqni o'rtasiga. Bu bir ko'chaki, Tobuston agar ko'rgan bo'lsangiz, kichkina xarobroq edi. Hali qor ostiga ko'rinmaydi. Qarib jo'l berdi. Bacha bu yerda ko'plik jo'lagan ekan-a? Bachalar kichilibdi. Lashim qarib jo'l berdi. Avval boramiz masjidga tomon. Masjidga o'tib markazi qishloq. Hammadim jiladi, namoz vaqtidan bor namozni Xudo qarqsa o'qiymiz. Ana undan keyin birga gapirishamiz, qavmlar bilan qissa qilamiz. Pas qaytamiz. Charchadik. Endi ko'p yo'l keldik, tashi qor ko'r odamni charchatadi, jirov bitna qiyin qor ustiga. Bo'lmasa hech gap yo'q. Chakarlar mana shu qishloqlarga jiramiz, barnoma olamiz. Sizlar ko'rsalaringiz. Endi Afg'onistonga o'zbek mardumlar qishloqlarga zindaliqlarda qay raqamda zindaliqlar. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Baxayr bo'lsinmi? Joningiz yo'qmi? Baxayr bo'l. Baxayr bo'l. Joningiz yo'qmi? Sayxon. Baxayr bo'lsinmi? Baxayr bo'l. Quvali bo'l. Aziz do'stlar, mana Og'jar qishlog'iga keldik. Bu qavmlar o'zbek mardumlar qiliga yashaydik. Bu qancha famil zindalik qiladi, u zindaliklar qay raqamda? Mana Arbob sepdan so'raymiz. Arbob Ismat bu mantiqani Arbob Arbob qandaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Baxayr bo'lsin. Quvali bo'lsin, orom bo'lsin. Salomat bo'ling. Baxayr bo'lsin. Baxayr bo'lsin. Biz mana shu issiq ham kelamiz, suv ham kelamiz, aytamiz bir chakar ham bo'lsin bizga ham qavmlarni bir ko'rsak. Tashakkur kelganlaringizdan, zamonlaringizdan. Salomat bo'ling. Bag'ishlangizlar. Ko'p taklif zaman qolib ketdingizlar. Xo'sh Tashakkur. Salomat bo'lingizlar. Mana shu saraklar degan o'zimizga ma'lum yo'llar xarob. Bu sarakoy ko'rib chiqadi, band bo'ladi, qarang saraklar band bo'ladi. Bir ruy mushkulot ham Mo'tar kelmaydi. Barasi qila olmaymiz. Mo'tar kelolmaydi, mo'tar bora olmaydi. Saragimiz xarob, jagal tayyorlagan joyimiz mardum qarayapmiz. Shuning bormi tavakkal Xudo, shunda bir zindalik qilib mana shu tillarni bu vatanga bormi tavakkal Xudo, Xudo Keling shu zindalik o'tsin. Inshaalloh, inshaalloh o'tadi. Yaxshilikqa o'tsa qancha yaxshi bo'ladi. Inshaalloh boz xayr barakat va Alloh pokda qarangki bu barfi bo'ronda qarang. Bu Allohdan biz ko'p xushorlik qilamiz. Fazli Xudoga shukr. Yaxshi xiyla. Xiyla yaxshi inshaalloh. Inshaallohki Xudo oxirini yaxshi qilsin. Inshaalloh oxirini ham Xudo va oqibatini va xayrab qilsin, va xayr bo'lsin, ana bo'lsa ko'p xushorimiz tavakkal va Xudo Alloh pokdan. Inshaalloh mushkuli bilan saragimiz bor, mushkuli ba'zi gaplar bor, mushkuli havo shomidamiz bor. To'joy bir handaki bir rahv bo'lib tavall Xudo bir avval Xudo bir hamkori degan do'stlar bilan inshaalloh. Inshaalloh bag'am bo'ladi inshaalloh. Mardum mayda bo'ladi, jo'r bo'ladi inshaalloh. Xudo xayr. Qancha famil zindaliklar bu qishloqda? Shunda taqriban Naysaksi avval ko'p famili kam edik. Bir dayraxona deymiz, rutxonani labiga edik. Undan tebe keldik. Taqriban bizni famillarimiz har qayray diyotdan har mavqedan ko'chib kelib bu yerga obod qilib boryapti. Taqriban 150 ga shot yetgan bo'lsak, kam ziyod shuning 150 familga yetgan bo'lsak. O sobiqa qishlog'imizda qancha famil edi? Sobiqa qishlog'imizga taqriban aytalamanki bir 40-30 o'ndan tebasi yo'q edi. Bunda kelgan so'ng mashalloh yaxshi. Xom bir ham maydon sinadan kelibdi va ham javonlar katta bo'lib, ham javonlar pas obod bo'libdi, xonador bo'libdilar, mashalloh yaxshi rubobodi, soya intishobasi ham ko'p, bu mavqet obod bo'ladi avval Xudo. Mushkili suvi bor, mushkili saragi bor, mushkili maktabi borki, maktab bir necha qayrani maktabi, mana shu qayramiz, shu qayraga ko'rasiz, maktab ana shu. Ana shu maktabning ta'miri joygirdini biz o'zimiz yirib qo'yibmiz, devorlab qo'yibmiz. Tifillarimiz Tobuston torpaqa o'ynaydi. Zimiston suv qatadi, bo'ronda suya qoladi. Mana shu mushkullar bor, shuni Xudo barobar qilsa, bir joydan bir ko'mak Xudo barobar qilsa, shu ta'mir taylansa, shunga bir nima qilsak, mana masjidimiz ham xarob bo'lib, tasminiy masjid ham
Bizovimiz shayt qilovimiz bor, baqa girdan bir andoza bir mashti yaxshiroq qilib, kattaroq qilib tanlaymiz. Bunga ham tan Xudo merovon pelonlik bor inshaalloh. Mardim g'arib yaxshi mardim. G'arib mardimsa inshaalloh. Umid azal bor, Alloh ko'p masjid bor. zarurat, maktab, masjid har qishloqqa zarurat. 100%. Tag'i beraki bir joylik familiya bo'lsa, ya'ni inkishof ketaveradi, ko'payib ketaveradi. Inshaalloh. Menga ham maktab va ta'miri bo'lsa va ham masjidi bir yaxshi masjid bo'lsa. Va muhim degan shu suv, sarak. Suv muhim, avvali suv sarak edi. Mana shu hali biz keldik yo'lga, shu yo'l bir tang ko'chagina borne. Didan Mana shu qildilar. ko'rib o'tib keldik, ko'p xarob. Ko'p xarobsan. Agarda bu vaqt qorga hali loy bo'lsa qadim bo'lar ekan. hali loy bo'lsa, u bir ham marizit bo'lsa, shu mushkullar ustimizga keladi, mo'tar olib kela olmaymiz, mo'tarda olib bora olmaymiz. Shu mushkullar biz mardim g'ariblarga bor. Ammo Xudo mehribon, xushalmiz inshaalloh. Bemattab va be nima klinik va nima shu takliflar ustimizga bor. Ba'zan inshaalloh Xudovan oson qiladi, oson bo'ladi inshaalloh. Mushkillar yo'q. Shu maktabimiz ham yo'l bo'lsa, masjidimiz ham Xudo qilsa barobar yo'llab olsak, sarakimiz yo'l bo'lsa, suvimiz tojoy g'almat bo'ladir inshaalloh. Tam bugundan baqib inshaalloh. Takadovimiz bor, ta'mirdan bir suvga barobar qilsak, inshaalloh mushkillar millat hal bo'ladi inshaalloh. Mardim g'arib, mardim fakir, inshaalloh yaxshi. Inshaalloh hammasi mardim. Inshaalloh, faqat zindalik Magam jiragi katta. Jirak inshaalloh avval Xudo katta. Buni o'zingiz ko'rgansiz, musoyibalarga ko'rgansiz. Jiragimiz Mardimda Ramazonlarga ko'rgansiz. Musoyibangiz bor o'zingizda. Hamma gaplar jirak katta. Xo'p, mana shu mushkulot qishloq. Har qishloqqa bir mushkulot bor, ammo odam boyat o'z qo'ldan kelsa o'zi, ammo o'zini qo'ldan kelmasa, bir yoqdan hamkorlik bo'lsa. Bali, obra. Bu mardim g'arib mardim qo'ldan kelmaydi. Bo'lmaydi. Talosh qilmasangiz hech yerdan kelmaydi. Biroq talosh ham qilamiz. Azal bor ixlodan bu umid bilan inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh bo'ladi. Salomat bo'ling, tashakkur. Zamonlarda bag'ishlaysiz. Salomat bo'linglar. Muvaffaq bo'linglar. Bir tanesiga kelmaydi. Ya, bo'lmasa Yo'q, baxay bo'lsin, qo'ron bo'lsin. Bir oching, har bir to'y bo'lama, har bir nimada? Son sayt to'nasinlar. Baxay bo'lsin. Alhamdulillah. Avval qulli bo'lsin to'y. Alay bo'lsin, sizga qul bo'lsin. Salomat bo'ling. Biz xabar qilmadingiz, xayr bo'lsin, maqsad obodlik bo'lsin. Iloyim. Shu kuni qayerga ko'rdik? Shosan dasha ko'rdikmi? Shosanga Afarin. Men o'tib kelib turmaydim, qalin qavmlarni to'yi bor ekan, xabarimiz yo'q ekan. Har o'sha bir kun aytdi kishining to'yi qildilar dedi. Aytdi. Gilangizni qo'ysin. Men xizmatkor. Men mana baliq tolaman. Shunda endi bir tanesiga kelmadi. Javob Jo'jo bir gap aytib bor. Har kimki to'y qiladi, esdan chiqib qoladi nafarlari. Iftorga. Buni bu kim bilsa-da? Arbob Anna. Men borman aka, tag'in. Ha. To'y bo'la, xalos bo'ladi iftordan. Gapdan xalos bo'ladi. Bir tatinch chiqdi. Ne, bu odam to'y bo'lsa, o'zimiz bo'lmaydi shuna. Qozonda g'amini jesinma, mehmonda g'amini jesinma. Qabila o'zlari, siz yo'q edingiz o'zlariga mana. Hali ikki jarima bo'ladi. Bir jarima siz uchun, bir jarima ular ustiga. Yo'q bo'ladi. Xalos gap bo'lmadi. Bilan jarimasi tayyor o'zi bir tavada qilib bilmakali bormi joma? Bor. Bormi? O jarmani berib ta'lim qiladi. Ha. Bir qurtov jarimasi bor edi. Bir qurtov bor edi. Baxayr xubi inson qurtovga kelamiz. Xudo mehribon. Xo'p, unisini sho'xil qilaman to'yiga. Masad obod bo'lsinlar. Iloyim. Bozam qulli bo'lsin. Ya bizga bizam varusdan deyishdik. Shunday men to'g'ri rost qildim. O'zim bilan qildim. Hech gap emas ey. Xudovan Mas qarisini kuni bir joyga. Iloyim. Piri kampiri jo'rayda kuni bir joyga. Iloyim. Bale? Avvali ul bo'lsin, ha? Ul bo'lsin, qiz bo'lsin, har qaysi bo'lsin, baxayr bo'lsin. Ha? Yekum avlod. Ha, tavakkal baxala. Xo'p, oqshom turasizmi? Radar izorat. Bizning raisimiz mana shu bilan bilan gapiring. Meni. Nima deyingiz eshitolmayman. Oqshom turasizmi? Turmaysiz. Soat fisat biz ketamiz. Javob bo'lmaydi balki. Bu oqshom bo'lmaydi.
Yaxmanliq qana yaxmanliq shu ko'chani? Bu ko'cha kompleks ekan. Necha nafar jig'ladi bu. Yana qarib jiqilib o'tdi. Yaxmaniga jig'ladi. Tam mana shu maydabachalar bizlar rasvo qilgan bular. Xo'p, maydabachalar o'yin qiladi. Ha, shig'i o'ynaydi. Shu o'zimiz maydabachada qayn edik. Yo, bular ham shu qalada yurganida. Hali o'zingizni maydabachalaringizni aytsak, shu bular ishton bo'lsa. Ha, yo'q. Men o'zim fikr qilamanki, sho'xiki biz o'zini sho'xlik qilgan edik. Bular hali ko'raman, sho'xlik qilmaydi. Undan birini qila olmaydi. Undan birini qila olmaydi. hech kim qisasga jo'qa davlandak nima qildiru hukumat bozliq bularga hech kim sho'xlik qila olmaydi. Sho'xlik, jo g'ayri sho'xlik, jo hech kim qilmaydi. Kalalan jo'richa kaskasi qilsa. Hech gap yo'q edi. Ha, bu gaping say. Undan yo'q, hali hozirga ishga tip bo'lmaydi. Sen Ha, tip bo'lmaydi hali. hali guftungizni Rostga sheyin. tip bo'lmasa, tip bo'ladi. Ketdi hay. Xizmat yo'qmi? Baxay bo'lsin. Umon xabar. Aziz do'stlar, aziz O'zbek TV'ni ko'ruvchilari, inshaallohki barnomani oxiriga qadar ko'rgan bo'lsalaringiz, xushlaringiz kelgan bo'lsa, mana biz Og'jar qishloqqa keldik. Ko'p mushkul keldik. Jirdik, qavmlar bilan ko'rdik. Mana endi hali past qaytdik. Boramiz Beshkan qishlog'iga. Kecha Baduvga bo'lsak, oson bo'ldiryapti. Qancha bir yaxshi manzarasi bor. Qor u suvni do'shi va bu manzara. Hali endi bir mantiqani oqtarapmizki, biz bu yerda suvdan o'tsak, bu yerga bir suv bor. Bular aytadiki, bu yoq bilan kelgan, ular aytadiki, bu betdan kelganki, bu yerdan o'tsak, bu yaxshiroq. Biz degan qayoq bilan borsak, ha. Mana shu yerga boramiz ki bu yerda suvdan o'tsak. Xo'p. Tag'ini barnomaga doir hammalaringizni Alloh poka topshilaman, sog' omon bo'lingizlar. Bir necha tasvir ham oxiriga olamanki sizlar ko'rsalaringiz.